Assalomu alaykum ahli YouTube. Xudo xolasa mana bugun 11-noyabr 2025-yil Qashqadaryoda mana shunday quyosh chiqib turibdi. Sizlarga navbatdagi obyektimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yer koridor bo'lgan. Mana shunday mini vatalarda xudo xolasa koridorga ham devorlariga tiqyapmiz. Sababi issiqlikda yaxshi ushlab qolishlik uchun. Issiq sovuqda bu narsamiz yaxshi ushlaydi, yonmaydi. Suvda hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. O'tdan qo'rqmaydi. Qancha muncha hasharot, sichqonlar ham yurmaydi buning ichida. Mana shunday holatda bo'lyapti. Bu yoqda mana elektromontajlarimiz shunday bo'lgan, uzu avtomatlarimiz o'rnatilgan. Kabellarimizga mana shunday gofralar solingan, mana hammasiga xudo xolasa. Bir elektromontajimizni ham sifatiga like bosib ketasizlar. Bu xonamiz bo'lyapti. Razdevalka bo'lyapti. Razdevalkamizni ko'rib turibsizlar. Hali bitgani yo'q. Hali anchagina ishi bor. Ko'rib turibsizlar, hali bitgani yo'q. Bu yog'imizda motor o'rnaydi, tepasida filtr o'rnaydi, bu tomonda kir mashina, rakivina, bu yog'imizga mana shunday tahorat uchun tahorat oladigan joy. Bu yoqda teplый polka o'rasi, tepada ariston o'rnaydi. Bu xonamiz bo'ladi. Cho'miladigan dushovoy xona bo'ladi. Fortichkamiz mavjud, havo almashtirib turishlik uchun. Bu yerimizga mana shunday o'tirish uchun polka qo'yib qo'yganmiz. Uyda egasini yoshi katta onaxon bor ekan. Shularga niyat qilib mana shu yerda o'tirib, cho'miltirgani boshqaga. Izolyatsiyalarimizni surtib qo'ydik mana. Ajoyib holatda, xudo xolasa. Isitish tizimimiz teplый pol. Chiroyli holatda turibdi. Izolyatsiyamizni ko'rib turibsizlar, surtib qo'yganmiz, ancha-muncha namni boshqani o'tkazmasligi uchun. Bu xonamiz razmerlarini aytib o'tsam, 2,5 ga 240 ga 120 razmerda bo'lgan cho'miladigan xonamiz. Bu xonamiz esa 2,5 ga xudo xolasa bu xonamiz 240 ga 2 bo'lgan. 240 ga 2 razmerda bo'lgan. Mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Razdevalka emas, koridorimiz 350 ga eni 130 bo'lgan. Shunaqa holatda bo'lgan. Xudo xolasa bitgan holatlarini ham keyingi videolarimizda ko'rsatib boramiz. Albatta like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlarga kerakli ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib borishga harakat qilamiz. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.